1920-yillarda AQSh hukumati spirtli ichimliklarni zaharlaydi. Natijada 10 mingdan ortiq odam halok bo'ladi. 13 yil davom etgan spirtli ichimliklar taqiqlangan davrda noqonuniy spirt zavodlari rivojlanadi. Jinoyatchilikning oshib borishidan hafsalasi pir bo'lgan hukumat bo'yoqlar, yoqilg'i va tozalash vositalarida ishlatiladigan sanoat spirti tarkibiga o'ta xavfli kimyoviy moddalar, metanol, formaldegid va hatto sianid qo'shishni buyuradi. Spirtli ichimlik kontrabandachilari sanoat spirtini o'g'irlab, uni tozalash va ichishga yaroqli qilishga harakat qilishadi, lekin zaharli qo'shimchalar haqida bilishmasdi. 1926-yilga kelib, minglab odamlar falaj bo'ladi yoki dahshatli azob bilan vafot etadi. Kasalxonalar gallyutsinatsiya va tutqanoqdan qiynalayotgan qurbonlar bilan to'lib ketadi. Jamoatchilikning g'azabiga qaramay, rasmiylar bu zaharlashni himoya qilib, qonunni buzish oqibatsiz qolmasligi kerakligini aytishadi. 1933-yilda taqiq tugaguniga qadar taxminan 10 ming kishi hayotdan ko'z yumadi. Ichkilikbozlikni to'xtatish uchun qilingan bu chora AQSh tarixidagi eng qorong'u hukumat tajribalaridan biriga aylanadi.